Assalamualaikum hörmətli seyirmenler. Şiğnar hayırlı olsun. Bugünkü söhbətimizə vaxtından çıxıb xoşluğunlar üçün köp rəhmət. Mənim ismim Aytürk Taşpolat. Mən yaxın saylamdan 10-cu ayda bolğan saylamdan tanınıb çıxan Yeni Uyğur Amerika Birləşmə Səyyahlarından birisi bulumu. Mənə qoşulğan Zübeyra xanım var. Özünüzü qısqaça tanıştırıb ötənsiz, ya mən tanıştırayım. Siz tanıştırırsanız meyli eğer biraz sorun cevap etsem. Evet. Zübeyra Hanım ve keyin yakında bu neçə minutdan keyin qoşulam ki dep qoydum. Roşin Abbas Hanım bizga qoşulmoqchi. İşkilisi bizning Uyghur davası üçün köp kuch chiqarib atgan muhim ayollardan birisi. Zübeyra Şemsiddin Hanım Uyghur Kişilik Hukuk Qurultayıdan ve Uyghur Hareketi Dünya Uyghur Qurultayıdan Roşin Abbas Hanım var. Lekin hazır ciddi bir yığın dep aldım. Keyin bizga qoşuluş mümkün. Lekin hazır biz söhbətimizni başlap versak boldu dep oyldum. Bugünkü sözleşmeci söhbətimizni qısqacha tanıştırıb dep oyldum. Biz bugün Uyghur ayollarının özara həmkarlışı nimələrini vücudqa çıxara alaydı degan sualdan başlap ayollar ittifaqlığı ve birlikinin mühim əhəmiyyəti haqqında söhbət ötküzməkçi. Erkinlik həbsində Germaniya Berlin'de bir Uyghur ayolları diyalog ötküzüldü ve işkilinler uya bunlara koyuldum. Katılganlar bunu kısqacha sözlep ötküzünüz mı? Assalamu alaikum. Ben hoş buldum. Roşan Mikirde degan bilan yaxshi bo'ldi. Hozir Aytürk kısqacha senin Halifax'ta moyun bir yığın boğanlığı için biraz kechikdi deb. Rahmat Aytürk bu faaliyetini o'rlashtirganingizga bu ishimizni bu demek söhbət taklif qilib oldingi haftada bo'lgan shu dunyo xalqaro Uyg'ur ayollar dialogi haqida yani Berlin erkinlik hapsi bir ahvolar haqida so'zlaydi. Bu mazmunimizda Roşan başdan oxir shu Germaniyada yani Berlinda bo'ldi. Nurg'un narsalardan milyondan jiq ahvollarga shohid bo'ldi. Yani qatnashdi yig'inlarga. Men asoslig'im shu siyosiyniki yani campaign for Uyghur hareketiniki taklif etilgan haqiqatan bu qitimqi xalqarалық Uyghur ayollarınki bizning hammamizning birlashib shunday bir muhim yig'inda birlashganimizning o'zi hammamizga bir kuch quvvat madad bo'ldi. Bo'libmi mayli Roşan bo'lsin, mayli men bo'lay, yani boshqa bizning nurg'un xizmatdoshlarimiz, yani sababdoshlarimiz, qarindoshlarimiz dostlarimiz uchun bu bizga bir nimamiz qaytadan energiya oladigan bir fursat yaratdi. Albatta bu bizning davoyimizda hozir eng ehtiyoj bo'layotgan narsa birlik, eng cho'ng ehtiyoj bo'layotgan narsa o'zimizning mayli qanday bo'lsin o'zimizning qo'limizdan keladigan yo'l bilan davoyimizga his qo'shish asosli qoldi. Biz yig'ilishimiz birlikning haqiqatan qanchalik muhimligini, haqiqatan qanchalik bizning milliy davoyimizga bir kuch qo'shinni ektirganligini bir bishoratini, yani signalni berdi desam xatolar bor deb qarayman. Shaxsan menimcha shunda. Shunda bo'lganlikcha azaldan tarixdan shunda bo'lgan mayli biz tariximizning burungi yillari kelib qolsak, mayli hozirgi davrda bo'lsin. 44-yildagi bizning Sharq Turkiston Respublikamiz yani shu qurilish jarayonida qon to'kkan, jon bergan her zaman bizning milliy davoyimizda kuruşu ayollarniki həssi esdal çağlayan bir ahval emas. Bu tarixdan desək bək uzrab ketimiz barxandan tatayki hazır kadar. Ama hazırki vaqtda bu şu qırğınçılıq mezgilinde bizning şu ayollarning birleşib hammasini kelib
Şu yerda şunda bir muhim yig'ilishda bo'lganimizning o'zi bir ajoyib bir kuchlanib qoldim. Endi qolgan gapni men Ro'shanga beray, chunki biz ikkimiz birga bo'ldik. Chunki birimiz chaldi degan birimiz yaxshi bo'ldi. Marhamat Ro'shan. Rahmat Zübeyre, Aytürk, rahmat şu programni birlashtirganingizga. Zübeyre deb o'tganga o'xshash bu yig'in nihoyatda hal qilg'uch bir vaqtida o'tkazildi. Bo'libmi hozirgi xalqaro vaziyatga qarasak, ovozimiz yangrab kelyapti. Xalqaro vaziyatga qarshi xalqarada Xitoyninki ta'sirining qanday bo'layotganligi, mumkin qanday qilib butun kuchi bilan irqiy qirg'inchilikni yepish, yoshirish va o'zlarining yolg'on bir tashviqotini xalqaroga qabul musulmon davlatlarininki siyosiy yo'llar bo'lsin yoki jurnalistlar, muxbirlar bo'lsin, oliy maktab o'quvchilari bo'lsin, masalan shu Amerikadagi Princeton University'ninki shu tashviqot bo'limlarini taklif qilib olib borib bizni vatanga Uyg'urlar xushal xo'ram yashayotidi degan bir sapsatini taqdivatgan bir sharoitda bayağı Zübeyre ait yaxshi tasvirlab o'tdi. Bu qatamda bizningki Berlindagi Uyg'ur erkinlik haftaligi o'tkazilayotgan Berlin erkinlik konferansi o'tkazilayotgan, ya'ni shu konferansda shu kuni deganda echilishida Berlinning shahar boshlig'i, Germaniya parlamentining raisi, Germaniya ma'rif va oila ishlari ministrligining ministri va Tayvanniki sobiq raisi so'z qilgan bir sahnada bir Uyg'urning ovoziga o'rin berilgan bir vaqtda o'rinlashtirildi. Ya'ni men sharaf bilan aytmanki, men shu kuni shunday bir sazgur hal qilg'uch bir sharoitda men shu sahnaga so'zga taklif qilinganimga Allohga ming shukrlar bo'lsin deyman va bir Uyg'ur o'zimni bir Uyg'ur davosiniki bir xizmatchisi, xalqining bir oddiy xizmatchisi bo'lish suhbatim bilan Uyg'ur xalqininki dardini shunday bir vaqtda, shunday bir muhim sahnada anglatganimni o'zimga sharaf his qilaman. Mana shunday vaqtida biz xalqaradan 14 davlatdan kelgan Uyg'ur ayollari Berlinga yig'ildik. Berlinda biz 2 kun nihoyatda yaxshi xalqarалық saviyada bir yig'in olib bordik. Chunki bizning zaten shu Berlinda bo'lishimizning o'zilammi ikki haqiqatni ko'z tutib bir adolatsizlikninki oldida jim turganda, xalq jim turganda, ayollari jim turganda qanday bir oqibatni olib kelganligi, ya'ni bir tam bir shaharni ikkiga bo'lib, butun qavm qarindoshlarni, oilalarni ikkiga bo'lib, shuncha uzun yil shunday bir tarixni yoritib mavjud bo'lib kelaoladiganligi. Ikkinchisi bo'lsa, zulmni va erkinlikni boqqan har qanday bir kuch, har qanday tom bir kuni cho'qim mag'lub bo'lishga majbur, ya'ni shu tam cho'kishga majburligini ifodalaydigan shunday bir sharoitda bizniki bunday bir yig'inni ocha olganligimiz Uyg'ur ayollarininki kuchi, Uyg'ur ayollarininki tirishchanligi bo'ladi. Chunki Xitoy bu irqiy qirg'inchilikdan navbatda shiddatli bir nishonga ilyotadi. Chunki bir millatni yo'qotishmi ayollardan boshlandi. Ayollarni nishonga olganda bolalar tug'ilmaydi. Hozir ayollarimizni majburiy tug'mas qilyotdi, majburiy Xitoylarga to'ylash qilyotdi, majburiy bolalarni tushiryotdi. Shunday bo'lganda ayollarninki, Uyg'ur ayollarining onalik haqqini Xitoy elib ketib bordi. Hamda muhojiratdagi Uyg'urlarga, Uyg'ur diasporasiga kelsak, Uyg'ur millatini tirik tutish, bir oila qilib turish, bolalarimizni ayollarning bu davodagi ahamiyati, muhimligi, o'rni, haqqini haqiqiy berish uchun
bundaq bir yığınni təşkilləgəndik. Həm nəhayət muvaffəqiyyətlik keçildi. Berlin Xitapnamesi Uyğur ayallarının Berlin Xitapnamesi bolsa 20 tilda nurg'unlagan xalqaro tashkilotlarning, ya'ni shu vaqtda biz e'lon qilgan 82 xalqaro tashkilot 130 bo'lganda hozir 160-170 ga chiqyapti. Yana imzo elyapmiz. Shuncha bo'lar shaxslar. Pek yaxshi qildingiz, rahmat. Pek ma'nili ish yoktu. Shu sizning to'pini qo'shganingiz uchun ko'p rahmat. Pek yaxshi so'zlarni dedingiz, muhim temalarni pek yaxshi dedingiz. Siz deganga o'xshash faqat oila ishlar bo'lmasmi? Bütün dünyanın her qanday yerda hozir Uyg'ur ayollar to'plan qo'shyapti hozirgi davrimiz uchun. Ishkinglar bo'lsanglar bo'pti, Amerika, Avropadan, Osiyodan, boshqa yerlardan buncha qarinaba. Hammalarning birga kelib bu shunday muhim paytda shunday qilinish keraklik muhim tema so'zlashganlar pek yaxshi bo'pti. Bu siz tashkilotlardan keyin Roshina xonim ikki kun o'tkazdik degandingiz. Bu vaqtda esda qolgan muhim ishlar ya kishilar bormi? Bu to'g'rida qisqacha so'zlasam. O temaga kirishning oldida men boshdan shu Uyg'ur ayollarining davodagi o'rnini, rolini, rahbarligini yana bir qatam muayyanlashtirishni xohlayman. Ya'ni men hozir sharaf bilan Zubayra bilan bu sahnani paylaşıyordum. Zubayra bo'lsa shu davoga butun hayotini atagan Uyg'ur davosini her yerde, mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, hatto uning oldidagi mayli vatanda bo'lsin, Uyg'ur davosiga butun vujudi bilan kirgan va qo'lidan kelgan butun tirishchanligi bilan ta hozirgacha butun hayotini shu davoga bergan birisi. Shundaq bir do'stimning bo'lganligidan, sabdishimning bo'lganligidan men faxrlanaman. Endi biz her vaqt bir narsani esimizda tutishimiz lozimki, men siz so'ragan temaga javob berishni oldida men bizning ayollarning xarakteri va davodagi rolimiz to'g'risida kichikgina so'zlab o'tmoqchi. Biz ayollarni ko'pincha hollarda boshqalar bizni shikoyat qiluvchilar yoki bo'lmasa ish qilolmaydi yoki bo'lmasa har turli bizning rolimizni kichikiltib ko'rsatishga tirishgan ahvollarni ko'ramiz ba'zida. Men bir o'zim yaxshi ko'radigan bir so'zni qilib o'tay bu yerda. The future doesn't belong to those who complain. It belongs to those who create, who build, and who dares to shape what comes next. Buningki men qisqachalik tarjimonini so'zma-so'z hozirmish aqlimdagi bilan tarjima qilib bersam, kelgusi degan shikoyat qiluvchilarga tava emas. Ya'ni kelgusi deganimiz yaratquchilarga, ijod qiluvchilarga va kelajakni shakllantirishga jur'at qiluvchilarga tava. Biz Uyg'ur ayollarininki sabrimiz bor, biz sabrchan. Biz boshqalarni hurmat qilamiz, boshqalarning haqqini beramiz va haqsizlik qilmaymiz. Biroq agar biz haqsizlikka uchrasak, biz haqsizlikka uchragan vaqtimizda biz shikoyat qilmaymiz. Ya'ni biz o'zimizga o'zimiz fursat yaratamiz, qurollar va har xil turli suplarni yaratib qilayotgan ishimizni texmi yaxshi qilib olga ilgirlaymiz va da'vo qilishninki har xil yo'llarini ijod qilamiz. Bo'libmi bizga qilolmaysizlar yoki qilmaymiz deguchilar bo'lsa, bundaq sharoitda biz Uyg'ur ayollari ularga haqiqiy kuchimizni ko'rsatamiz va borlig'imiz bilan biz cho'qim buni muvaffaqiyat qilishga tirishamiz. Masalan, Zubayra bilan Suriya va dunyoning ham yerdagi bu Germaniyadagi nurg'unlagan xonim qizlar bo'lib mukarram Qurbon Kanadadagi va nurg'unlagan yoshlarimiz Amerikadagi, Yevropadagi, Avstraliya, Kanada har yerdagi ashlar birlikda biz bir ovoz bir qadamni shu cho'ng bir namoyishni qilgan vaqtimizda bizga shunday sovuq sular sepilgan, qilolmaysizlar yoki qilg'izmaymiz degichilar bo'lgan, haq harakatimizga qarshi chiqqanlar bo'lgan. Shu sababdan biz mana 22 soat dunyoga ovozimizni yangratdik. Bu qitim mana 2 kun, birinchi kuni nihoyatda xalqaro saviyada Uyg'ur bo'lmagan
her Avrupadan, Amerikadan, her yerden teklif kılıp ekegen mutaxassisler, siyasi yollar, Scott Busby'ye okşaş. Amerika Taşqi İşler Ministerliği de yardımcı minister boğan bir kişi. Aşınınga o'xshash va majburiy emgakni tadqiq qilayotgan, majburiy emgak to'g'risida investigative journalism shakl bilan tekshirguchi muxbir bo'lish sifati bilan nurg'unlagan maqolalarni yozib Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakini fosh qilayotgan Danielga o'xshash va shundaqla shu kuni bizniki taklifimiz bilan bizga qo'shilgan Masa Alanijat va Leonardo Lopez degan Venezuela'nınki agar bir demokratik davlat bo'lgansa shu davlatga rais bo'ladigan va rais bo'lib saylanadigan vaqtida turmaga kirib solab 7 yil turmada yetib chiqqan bir kishininki ayoli Lilian Tintori Ispaniyadan kelgan o'zi Venezuelalik. Ashundaq Masa Alanijatga o'xshash, Lilianga o'xshash, anandikin Germaniyadagi Axel Springer degan Erkinlik Foundation, Freedom Foundation'ninki baş qurg'uvchisi va ijro direktori bo'lgan Antiga o'xshash, anandikin Tayvan tashkilotlarininki raislari ashta qilib shundaq endi Germaniya Tashqi ishlar ministerligidan adam keldi. Bo'libmi bizningki Uyg'ur davosining oykoni bo'lgan, ya'ni ko'z naytı danlıq bir tonulgan bir rəhbər bolğan Dünya Uyğur Qurultayınınki birinci sabiq reisi bolğan bizning Uyğur Milliy Hərəkatimizin davarımızın lideri möhtərəm Erkin Alıptekin əpəndi boldu yanımızda. Muşundaq nurgun mühim adamlarnınki qatnaşı bilan naytı dağdığılıq halda eçilişini qıldıq. Anandikin 4 tane naytı mühim bolğan hazırqı muşu növbette buluvatkan, növbette Uygur ayalları yüz kelivatkan, yüzlünüvatkan ve Uygurlarının beşiği kelivatkan hazırki zulümla ve bunu biz qandaq qılıp dünyaga anlatımız, xalqara teşkilatlar ve insan hakları teşkilatları bolsun yoki hükümetler bolsun, ularning bizga qandaq sahip chiqishni qo'lga keltiramiz degandek nurg'unlagan yaxshi temalarda 4 tane panel bo'ldi, panel discussion. Naytı bir yuqori xalqarалық saviyada bir konferans bo'ldi, Uyg'ur ayollarning konferans bo'ldi. Anankin men buningda Dünya Uyg'ur Qurultayı fondining raisi G'ayurga o'zimninki cho'nqir rahmatimni bildirib aytaman. G'ayur ashada shundaq yaxshi tarjima qilib bütün boshqalarningki so'zlagan inglizcha bo'lgan temalarni tarjima qilib bizningki xonim qizlarimizga yetkazdi. Şu anda umumyüzlük etqanda şu Zübeyira'dek, Rahime Mahmud'dek ve dünyanın her yerden gelgen nurgulgan hanım kızlarımızınki ortak hemimizninki avaz koşuşu bilen ikinci günü Uygurçada boldu. Uygurçada mı Zübeyira sözlep üstü buldu. İkinci gündekini nait yaxşı temalar sözlendi. Yeni bir qitim ekendepkide, yeni bir qitim ben bizninki şu faaliyetimiz üçün aqıda durup, aldıda durup, toxtumay bizga rıqbət bəgən, bizni qollagan bütün şəxslər, təşkilatlar həmmisiga rəhmət etmə. İqtisadi cəhətdən biz GoFundMe'ni qılğan vaxtımızda $10,000 bizga iqtisadi cəhətdən yardım oldu. Bunun da axırqı minutda, ən axırda şu Gülmira Zunun Avustraliyadakı bütün gücü bilan bizning şu nimimizga, nişanımızga yetişga yardım qıldı. Anandikin Mükerrem Qurban, qayta mən Mükerrem Qurban'a rəhmət etmə. Bütün vücudu bilan 2 ay birden her bir adamga telefon qilib turib, mayli programma, yig'inning yig'ilishi, mayli keladigan, ketadigan, yataq o'rlashtiradigan hamma ishning to'liq uddasidan chiqdi. Buning uchun men sabdishim Mükerremga men yana bir qatim rahmat aytaman. Rahmet. Men sizden şunda mühim ma'nlik bir faaliyetni tashkillab va bunchalik o'sha mühim temalar to'g'ri so'zlash bir fursatini qurib olganlar uchun ko'p rahmat sizlarga. Endi Zübeyra Shamsiddin xonim, siz Amerikadan uchib berib qatnashqansiz va
Muşunda bir muhim faaliyetinin Bulutlu Uygur ayallarının muşkin günlerde berip atkan küreşleri üçün bek muhim bir faaliyet dep oyuldım. Lekin bunda küreşlerini devam kılış üçün faqatlı fizikli bolmasın, ruhi jihatdan sağlam boluş bek muhim dep oyuldım. Ve bizning bugün asaslı temamiz mana shu ruhiy sog'lomlik to'g'rilikda. Bu to'g'riliq faaliyeti diyaloglar ötdümü ve sizin özünüzün bu faaliyette bu to'g'riliq ve başka şunda muhim Uyghur ayolları, hanım kızları bilen söhbet aralığında yangi öğrengen ya sizin esinizde qolgan ishlar bo'lganmi? Bu to'g'riliq bir so'z aytsangiz pek yaxshi bo'ldi. Rahmat. Çok rahmet Aytırık. Naytı bir yaxşı muhim sualını sordunuz. Toğrudaysiz. Çünkü insanların sağlam bedenden sağlam fikir, sağlam akıl buludu degan bir gap var. Biz özümüz sağlam bolmasak aldıdan, özümüzde bir güçlük, bir çoğunqur sağlamlık bolmasa, başka hiç qandaq işqa sağlam fikir kılanmayımız, yoki sağlam yol başlayamayımız, yoki sağlam bir karar çıkaramayımız bir narsalarga. Endi bu bugün muşu 2 kunlik muş ayollarninki dialogiyan muş ayollarning yig'ini mundaqcha aytganda umumyuzlik özümün bizga bir xil shu sağlamlik tarafdan cho'ng bir foydasi bo'ldi desak bo'ldi. Chunki biz Uyg'urlar bir gap bor, insonning hidini inson oladi debchi. Ba'zi vaqtda nurg'un narsalar, nurg'un bir ishlar, hatto tushunishmasliklarning hammasi shu yaxshi bir-birisi bilan yaxshi aloqa qilmaslikdan, muңdashmaslikdan, ko'nglini ochmaslikdan, bir-birini tushunishni xohlamaslikdan kelib chiqadi. Shuning bilan insonlarda bir yo'qlang hech qanday arzimaydigan bir yerlardan bir puchak chiqib, u bo'lib, bu bo'lib degandek cho'ng masalalarimizga, bo'lib da'vo masalalarga ta'sir qiladigan ahvollar chiqadi. Ya'ni biz mush 2 kunlik yig'in jarayonida eng cho'ng bir narsani o'tirib qo'ygan Ro'shanning so'zidan bor, undan keyin yana bir boshqa millat qatnashgan bir mutaxassisning so'zlarida bor. Shu da'voni kasbiylashtirish masalasi haqida. Chunki biz o'zimizni sog'lomlik bo'lmaganda shundaq ba'zi bir masalalarni to'g'ri bir taraf qilolmagan vaqtda biz o'zimizga shaxsiy dardlar yoki shaxsiy o'zimizga beoromchiliklar shularni da'voning ichiga kasbiy xizmatning ichiga kirgizgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shu yig'inning yana bir ahamiyati shu, bizning o'zimizniki kasb bilan shaxsiy hayotimizni bir-biridan ayirishimiz, kasbiy muomala bilan shaxsiy muomalaning farqini tushunishimiz degandek shundaq masalalar muzakkir bo'ldi. Shulardan xush bo'ldim. Boy Ro'shanmi deb o'tgandek, ikkinchi kundagi masalan butunlay Uyg'urcha bo'ldi deb, endi men shu Uyg'urcha bo'lgan, shu Uyg'ur ayollarning ichiga cho'kkan vaqtimdan rostini desam bek faxrlandim. Chunki biz jiq vaqtda mayli Ro'shan bo'lsin, men bo'lay, Rahima bo'lsin, inglizcha boshqa chet ellikning tilini bildiganlar biz bekerak chet elliklar bilan deb chet elliklarning nemisiga davonimiz kirkitib, o'zimizning Uyg'ur xalqi, bo'lib o'zimizning qarindoshlari, ayollarimiz, sabdoshlarimizninki nurg'un narsalardan jiroqlab ketganligini his qildim men rost gapni desam. Biz ikkinchi kundagi shu dialog nemisida biz ayollar birga keldik hammamiz. O'z ona tilimizda, o'z yuragimizdan chiqarib, bu yerda bir faoliyatchi, da'voning boshchilari, nemlari, yordamchilari, qo'llovchilari bo'lib qolmay, biz u yerda bir onalar, bir qizbola yoki bo'lmasa bir do'stlar sifatida har xil tarafdan u yerda fikr almashtirdik. Bu fikr almashtirishda haqiqatan endi bizningki sog'lomlik tarafini aytgan vaqtda meditation deydi-ku inglizchalar. Biz o'zimizni Uyg'urcha bo'lganda biz o'zimizga bir xil ruhiy madad berdik bir-birimizga deb shundoq tushundim. Shundoq bo'ldi. Shaxsan sizning boyagi Ro'shandan so'ragan savolingiz menimcha Ro'shandan fikrim o'xshash bu tarafdan. Masalan, sizlar ko'rmagan yoki biz anglamagan bir ashta bildingizmi bir ta'sir qilgan ish bo'ldimi deb. Menga ta'sir qilgan bir ahvol bo'ldi. Biz ikkinchi kunda har birimiz jo'zlarga guruhga bo'linib, u yerda o'zaro bir-birimiz bilan fikr almashtirdik. Har bir jo'zda bir tema o'xshamagan temalar bo'ldi. Shu temalar atrofida so'zlashdik. Mesela mening jo'zamdagi temada so'zlashgan vaqtda shu yerda bir Uyg'ur ayolni ko'rdim men. U Uyg'ur ayolni burun ko'rmagan. O'z aslida vatanni bir o'rta maktabda o'qituvchi ishlagan ayol ekan. Demak, hayotining butun hammasi ma'rifga bag'ishlangan. Uyg'ur millatining ma'rif saviyasining bizningki shu ma'rif tarafdan yetilishimizning naqadar muhimligini, vatanning qadrini yetib, shu ilm berib xalqimiz shunday kelgan bir ayol ekan endi. Mana shu ayol bizning hozir da'vo sepimizda ekan.
Şu ayol emas, aşı ayoldek menimcha ko'rmang bizning Uyg'ur xonim qizlarimiz va shaxsan mana mushuncha yil Germaniyada turgan o ayol, men mushuncha yil necha qitim bordim mushta yig'inlab ko'rdim, u ayolni ko'mabdi ekanman. O'ziniki tajribasini so'zladi. Masalan, davodagi muhimlik masalasi haqida, davoyimizni nimalarning muhimligi masalasida, o'zini kutadigan masalan bizning rahbarlarimizning kutadigan masalasi. Undan keyin davoniki xilma-xil yo'llari bor deb shuni dedi. Shaxsan men haqiqatan bundaq yig'inlarga qatnashmadim burun, qatnashmagandim. O'zim butun kuchim bilan yana mushu ma'rif o'zimning qo'limdan keladigan eng yaxshi ish qila oladigan eng yaxshi ishim. Men mushu maktab Uyg'ur til maktabini qurdik. Shu Uyg'ur til maktabiga butun kuchim bilan dars berib, bizning kelgusi avlodlarimizning o'z til madaniyatimiz, dinimiz, e'tiqodimizni saqlab qilish, ya'ni o'zimizning millatimizning kelgusini saqlab qilish mushu ish uchun xizmat qilyapman. Ammo mening mushunda faoliyatlarga qatnashmaganligim yoki bormaganligim deganlik buning bilan xabarim yo'q yoki u ishlarni hech nimani bilmadim deganlik emas. Mushu oldingi safqat mang'ollarning hammasidan bizning kutadigan umidlarimiz bak yuqori dedi shu xonimning o'z og'zidan deganda. Bak yuqori. Shuning uchun biz hatto albatta insonlarda xatolik o'tmay qolmaydi. U biz hammamiz payg'ambar emas va yoki qanday nuqsonsiz inson emas. Inson biz. Biroq biz shaxsan mushundaq yerda turib butun kuchimiz bilan, yuragimiz bilan kelgusimizni qo'g'daymiz. Bir kun vatanimiz erkin bo'lgan vaqtida vatanimizda shu biz tarbiyalagan bolalarimizdan qaytib vatanni quramiz degan insonlar oldimizda turganlardan bak cho'ng umidlarni kutamiz dedi shu ayol. Bizning umidlarimiz bak cho'nqur. Sizlarning hatto bunda o'ylasam ba'zi vaqtlarda hammanglarning ashi mukammal bo'lishinglarni xohlaymiz. Mukammal bo'lganda hech qanday xatolik o'tkazmasliginglar kerak deb hatto shuni kutamiz. Mayli u shunchalik oz bo'lsin, cho'ng bo'lsin, oldimizda turganlar bizni da'vat tarafdan yetaklab qolmasin, bizga bir rol model, bizga bir ulgu bo'lishinglar kerak degan shunda bir umidlar turmiz. Shuning qildan qiqlik yetib qolsa, shu biz bak umidsizlanib ketar ekanmiz. Shuningga men mushunda bir fikrni degim bor. Mushtaq shartlarni qo'ysa da'vo sepidikilarga, shundaq narsalar bo'lsa, hamma narsa ochiq oshkora, haq adolat ochiq oshkora xalqimiz ko'radigan shunda bo'lsa deb maslanganda bu yerda hammadanga ayon demay yo'q. Swedendagi qurultayga 20 yil ishlagan Dilshod Rashidni shpion deb tutgan vaqtida hushimizdan ketdik deydi. Buni mushundaq ahvollarni anglamasak ko'rmasak, shundaq ahvollar mavjud bo'lmasa da'vo sepida. Masalan, bizning eng ishongan butun yuragimiz bilan biz bayroqni birga ko'tarib vatanga boramiz degan ba'zi rahbarlarimizning texnik biz umidsizlangan shunday ahvollarni angladik. Bu shundaq ahvollar aslo yuz bermasa degandek, shundaq bir samimida hamda uni bir nim qilish emas, bu shundaq taraflarda nim qilamiz, ammo u ayolning birdan bir mana shundaq umid berib degan nimasi biz ayollar shundaq qila olamiz. Chunki biz ayollarning qo'lidan keladi. Ayollar bir ishni kallasiga qo'ydimi, to'g'ri men shu yo'lda manaman desa, shu ishni qila oladi. Shunga garchi men bu hammasiga undaq butun qatlamga bizning organlarimizga nima qilgandek undaq layoqatim bo'lmasmi, qilmasim bo'lmi, boshqa yo'lim bo'lmasmi, ammo sizlardek shundaq ayollarning mana shunday fursatni yiqqan organ, shu Uyg'ur organimiz mana maxsus shu ayollarning shunday yig'ilishini qilganlarga rahmat. Men shunday qo'shildim deb ham ishchin to'kdi. Huzurlandim rost gapni desam, chunki bizda ayollarda unda jur'atlik, yaxshinimi, yomonmi har narsani deb turib, biz kelgusi mandaqsa Bayqu Roshanning bir fikrini aytdi to'g'ri. Hozir biz agar o'zimiz to'xtab o'zimizni davomli yashaymiz, bu ishni ichida turimiz kelsa, yangidan tirilishimiz kerak. Invention, ya'ni yangilik yaratishimiz kerak. O'zimiz yo'l yasashimiz kerak agar yo'llar yo'q bo'lsa. Agar burun yasagan yo'llarimiz bizga qamlashmay qolgan bo'lsa, uni tuzitishimiz kerak. Bo'lmasa biz mang'amaymiz, shu bir nimada xuddilqi duglakning ichidan bo'lgan chashqonga o'xshash bir yana orqasiga chiqolmaymiz. Lekin bu bizning da'vo undaq nima emas. Endi men ikkinchi masalani aytdim. Chunki biz undaqliqi beshiga chiqolmagan kirmadik. Bizning da'voda menayt umid var. Umidvorligimni naydan day. 3-kundagi Uyg'ur harakatininki yoshlarni tarbiyalash kursininki eng oxirgi bir qismiga kirdim men. U shu cho'nglarninki, ya'ni biz senior bo'lib qoldik hozir. Cho'nglar bilan yoshlarninki, ya'ni sizlar aytrik.
sizlarga o'xshash ashlar yoshlar o'tirdiki bir rasmiy samimiy bir munozara, ya'ni muloyiz bo'ldi u yerda. Nihoyat samimiy. Men shu suhbatdan nihoyat faxrlandim rost gapni desam. Men umidni ko'rdim. Xuddi o'zimning bolalaridek bizning bolalarimiz oldimizda o'tiradi. Shunday qo'rasham. Bizning bolalarimiz oldimizda o'tiradi. Ammo bizning bolalarimizningki o'y fikrlari, ularning mulohizalari, so'ralgan savollari, ularning ishlarni bir taraf qilishlar yoki bir ishlar qilgan qarashlar, qanday tadbirlarni qo'llanamiz deyishlari bizga qaraganda yangicha. Bizga qaraganda o'tkir. Bizga qaraganda ba'zi bir nimalari nihoyat cho'nqur. Albatta unda deganligim butun burunqilarning hammasini yo'q chiqaringlar deganlik emas. Biz tajriba jihatganda albatta biz bak tajribalik, chunki yillar bo'ldi biz hayotimiz uchun bizlar emas, nurg'un bor bu da'vo sepida 49 yil Xitoyning qo'ygandan beri bu da'voni davom qilayotgan bayroqdorlarimiz ko'p. Ammo bizga qo'shal qiladigan narsa, demakki shuncha yillar, qanchilgan yillar biz ko'tarib kelayotgan, aqida qilgan, o'shuningdan bir natija chiqsa degan bayrog'imizni ko'taradigan avlodlarimiz bor degan narsa bizga eng chong madad berdi. Demak, bayrog'imizni mana mushlar ko'targandek. Mana kelgusida biz hozir nima qilib kelsakmi, o'lib kelsakmi, bizning izimizni bosgan izbosarlarimiz bor ekan, mana Allohga cheksiz shukrlar degan bir umidni berdim. Endi bu mushu ikki narsani da qo'yg'im keldi. Ya'ni ayollar bir kuch, chunki ayollarning hech qaysisi qarg'u emas, o'y fikrsiz emas, ular harakatsiz emas. Gerçi hozir davoning sepida ko'rinib turgan 5, 6, 7, 8, 10 ayollar undaq nima qilganlar, qolgan ayollar jim yetibdi deb o'ylasa Uyg'ur xalqini, bu xato. Bizning sonsizligan ashundaq nomsiz, sahnaga chiqmagan yoki o'zini ko'rsatmagan yoki yig'inga qatnashmagan, nima qilmagan mana ashundaq men birinchi qitim ko'rgan shu xonim qizlardek nurg'un jangovar xonim qizlarimiz bor ekan. Demak, nurg'un jangovar xonim qizlarimiz bor ekan, nurg'un jangovar avlodlarni yetishtirdi. Bu jangovar avlodlar bizning kelgusimiz, ya'ni bizning neyimiz. Demakki, yig'ib aytgan vaqtida biz bu 3 kunlik, men endi 3 kunlik desam bo'ldi, 2 kun ayollarninki, 1 kun Uyg'ur harakatininki workshop, ya'ni mashq yoshlar tarbiyalash kursi. Bu 3 narsa bizga shuni menga shaxsan shundaq bir darsni va yoki shundaq bir yakunni berdiki, biz ayollar hayot. Biz ayollar hayotli bo'lganmiz. Bizning kuchimiz bak mavjud. U sal qaraydigan kuch emas bizning kuch. Bizdagi kuch sal qaraydigan kuch emaskan, demak bizning oshunda avlodlarimiz mangu uzilmay yetishgusi. Rahmat. Rahmat Zübeyra xanım, bek muhim temalar to'g'rida to'xtatdingiz. Ham mening uchun yaxshi bir dars bo'ldi, buni anglaganim bek xush oldum men. O'zim faxrlanib ketdim, ilmat. Mushunda muhim bir yig'inning bir bu qatnashib sizlar bilan suhbat o'tkazish mening uchun bek sharafli ish bu. Men hozir ko'rmanlardan savol so'rash fursatini beray deb qo'ydim. Agar savolinglar bo'lsa, yozib qo'yinglar. Chiqqanda men savol so'rayman, lekin bundan burun Roshan xonim sizdan yana bir savol so'ray deb qo'ydim. Zübeyra xonim bek muhim temalar to'g'risida to'xtalib ham yaqinda chiqayotgan yoshlar bor. Har xil sahada rasm chizish bo'lsin, videolashlash bo'lsin, bizning hikoyamiz boshqa tunishish uchun kuchini qo'shyotdi. Har soatdan ham ayollar mushkul kunlarda o'zining kuchini chiqaryapti deb o'yladim. Lekin faqat o'zining kuchini o'z ichida kurash o'tkazib kuch chiqarishlar muhim bo'lsin-mu, hammasining birga kelib birlashib bir-birisiga ruhiy jihatdan yordam berish bo'lsin, ya hayotda kerakli mushkul kunlarda yordam berish bo'lsin, bek muhim deb o'ylayman. Siz bu to'g'riliq shundan necha yillardan beri kuch chiqaryapsiz, shunda taskinlanib ishingizni o'tkazdingiz. Bu to'g'riliq ayollarning birga kelib birlashib bir-biriga yordam qilishining muhimligi to'g'risida bir qisqacha so'zlab o'tsangiz bek yaxshi bo'ladi. Rahmat Aytürk. Biz haqiqatan ayollar nihoyatda kuchli, jasoratli bir millatning yo'li, kelgusi. Zübeyra nihoyat yaxshi tasvirlab o'tdi. Yoshlarimiz bor, yetishyapti. Shu yoshlarimizning yetishib, mushundaq holatga kelishi, shu onalarninki,
ailenin tərbiyəsi bilan başlanğanlıqnınki nəticəsi. Mən bu yerdə ərlərin rolunu minimize, acizlatqızmaqçı emas, mən ərlərinə aytmıyım. Ərlər bir aileninki törügi, amma ayollarning rolunu təngdə təng. Şunun üçün hər vaqt biz ayollarning haqqını verishimiz lazım. Lekin bu programma bizninki şu 5-6 yılın aldıda mən şərəf bilan deyman ki, Uyghur Hareketi Təşkilatımız bu Uyghur Wellness Initiative'ninki kurğucu təşkilatlarınınki birisi. Bu yerdə biz ruhi sağlamlıq bək mühim. Şunun üçün mən kiçiklə bir nərsəni bir dəp ötəy dedim. Ruhi sağlamlıqnınki bir mühim bir qismi həsəddən xali buluş. Özüge işenç yaratish, sabdaşlarga ishenish, andin atrofdagi qo'llovchilar, sabdaşlar bir-biri bilan haqiqiy, samimiy holda bir-birimiz bilan hamkorlashishimiz, qo'llashimiz, bir-birimizni qo'g'dishimiz lozim. Mening dadam rahmatlik Abbas Burxonning men kichigimdan menga deydigan bir gapi bordi. Faqat o'ziga ishongan o'ziga ishonchisi bo'lgan va o'zininki hamma tarafdan boshqalardan natsam bo'lmaydi. Gapni inglizchada nima qilib qolamni tarjimasi gap ketib bordi. Dadamning deydigan gapi faqatlanmi o'ziga ishongan va har qanday ishni butun tirishchanligi bilan qiladigan, o'zining iqtidoriga, tirishchanligiga ishongan odamlar atrofidagi do'stlarga hasad qilmaydi va do'stlarini, sabdoshlarini maqtay oladi va ularni qo'llay oladi. Ularga sodiq bo'la oladi. Endi bu da'vo, bizning da'voyimiz bir odamning yo bir tashkilotning da'vosi emas, bir shaxsning emas. Bu hozir har qanday bir davlatda partiyalar usti, hatto davlatlar usti bir da'vo bo'lyapti. Anadagi bir xalq naqsi bor, g'oyasi o'xshashlar uchrashar yo'lda deydi. Biz mana Zübeyir bilan biz ali maktabda o'xshash vaqtida o'qigan nurg'unlagan sabdoshlarimiz bor. Biz mana shu g'oyamiz bilan o'sha da'vodagi bizning nimaligi mujodilamiz bizni birlashtirgachga mana hozir shu vaqtgacha 40 yilning yog'i biz billa. Shunga endi meningki deydiganim biz har zaman bir-birimizga haq muomala qilishimiz, hech kimning haqqini yemasligimiz, bir-birimiz bilan hamkorlashishimiz lozim. Shunday qilganlarmi biz faqatlarmi o'zimizga samimiy bo'lganda atrofimizdagilarga samimiy bo'la olamiz. O'zimizga ishongan vaqtimizda boshqalarning da'vodagi roliga, ularningki biz bilan hamkorlashib ish qilayotganlarga ishonamiz. Shunday qilgan vaqtimizda vijdonimiz rohat bo'ladi, yo'limiz ochiq bo'ladi. Anadagi xalqimizningki duolari bilan chiroylarimizdan nur yig'ib turadi va Alloh har zaman yenimizde bo'ladi. Shu men qayta ta'kidlaydiganim, biz hozir Xitoyninki transnational repression deymiz, davlat xalqigan davlat xalqigan bostirish. Bu sabablik nurg'unlagan 6-7 yilning oldida anam nada, oilam nada deb o'tirg'i chiqqan yoki oilalarningki da'vosi uchun da'voga kirgan nurg'unlagan kishilar hozir yo'q aramizda. Shuning uchun biz kaynimizdeki nurgun bir güçlük bir toplamını da muhaciratdaki bütün halkımızı ağa vaktimizde aldığı çıkıp cesaret bilen şu davanı kılıvatkan yoki şu fursatga ega bulup bu milletinin avazı buluvatkan, çakırı buluvatkanlar sanaqlıq. Bunun içinde ayollar texmi sanaqlıq. Şunun için meningki ricayim ayollarninki roli sideline bo'lmasin, ayollarninki qilayotgan ishlari, roli, da'vodagi muhimligi har zaman tang tunilib, tang elib berilsin. Buni men yana deganimga o'xshash faqatlam o'ziga ishonganlar buni qila oladi. Menimcha bu da'vodagi bizning nurg'un sabdoshlarimiz o'ziga mutlaq ishonchisi bor, nihoyatda tirishchan kishilar. Shuning uchun biz bu yo'lda billa, bizning faqat va faqatli birli dushmanimiz bor. U bo'lsa-mu Xitoy hukumati. Shuning uchun bu yo'lda biz billa. Men davomli shu gapni ta'kidlab o'tishni xohlayman. Undan keyin bizning boy bir qisqa deb o'tdik. Berlin xitobnomamiz bu 30 yilning oldida Beijingda
xalqaro 4-cü növbətlik ayollar qurultayını içib, bütün dünyanın gözünü boyab, Xitay yalğancılıq qılıb, ayollarning haq huquqi deb e'lon qilgan bir muncha səfsətələrə qarşı biz bu bayonotnomani e'lon qildik. Shu bayonotnomamizning oxirida 20 tilga tarjima qilib, inglizchadan boshlab başlanıştı. Albaniyaca, Japonca, İspaniyaca, Fransızca, 20 til şey biz yazıp koyduk bayan emeğe kitapnamağa. Aşı 20 tilda biz en ahiri Uygur ayallarının haqiqiy haq huquqi erkinligi faqatlama bir hür ve müstakil Şarkı Türkistan'da kapalatga ega bo'ldi deb dunyoga xitob qildik. Bu yo'lda hammamiz bütün ayollar, bütün davadagi sabdoshlarimiz samimiylik bilan bir-birimizni qo'llab birga mangayli, mening rijoyim shu. Shunday qilgan vaqtimizda mental health jihatdami biz sog'lom bo'lamiz, yaxshi uxlaymiz, ko'nglimiz rohat bo'ladi. Ham ailemizga, sabdoshlarimizga hamkorlashgan vaqtimizda texmi o'zimizni baxtli his qilamiz. Rahmat. Pek yaxshi mühim so'zlarni qildingiz, rahmat. Bizning seyirmenlerden bir sual yaptı. Germaniyadagi ayollarning suhbat yig'inida xonim qizlarning jinsiy parakendicilikka uchragan ahvolda qanday qilishi va o'zini qanday qo'g'ilishi keraklik haqida suhbat bo'ldimi deb. Ishkinglar qaysinglar esinglar kelsa agar qisqa so'zlab bersanglar bek yaxshi bo'ladi. Bizningki Dünya Uyghur Qurultayı'nın Sarajevo'da o'tgan yili 2024 10. ayda o'tkazilgan qurultayda ko'gininglardek nurg'unlagan Uyg'ur ayol rahbarlar saylandi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın tarixida birinchi qitim ijroiyaning raisi bir ayol kishi bo'ldi. Mana Zubayra o'tgan qitim muavin rais bo'lgan, bu da yana bir muavin raisimiz ayol kishi bo'ldi. Ham shu biz Sarajevo'dagi Dünya Uyghur Qurultayı'ninki bizningki shu General Assembly'nin nimdaymiz, umumiy yig'inimizda biz shundaq nima sexual harassmentni siz chiroyli deb o'tdingiz, hozir Uyg'urcha esimdan chiqadi. Shu jinsiy parakendicilik bo'lgan chog'da buni qandaq report qilish, qandaq bir taraf qilish mexanizmimizningki biz prosedurlarni qoidalarni, nizomlarni yezib o'tirda bütün vekillerimizin aldida o'tkazdik va uni biz tor betimizde e'lon qildik, Dünya Uyghur Qurultayı'nın tor betida. Shuning uchun bu tema her zaman her yerde hamma odam uchun ochiq. Bu 2 kunlik, 3 kunlik Berlindagi yig'inlar jarayonida bu tema bir masala bo'lmadi. Rahmat. Men Jasur Husayinga qo'shimcha qilib qo'yay. Hech qanday bu temada masala bo'lmadi, ammo biz ayollar ya'ni o'zaro samimiy bir suhbatlar bo'lg'ashqa, albatta ayollar o'tirib qo'ygan ayollar bormi shu masala haqida-chi. Undan keyin biz bu haqda u yerda so'zlashib, nima Ro'shan oxirgi xulos so'zdim dedi, hamma nimasi dedi. U bizning Uyg'ur ayollarga u aniq narsa. Har qanday Uyg'ur ayol unda jinsiy parakendicilik masalasi ashunday bir ahvollar bo'lgan vaqtida uni qabul qiladigan undaq emas biz xonim qizlar. U bizningki tariximizdan, dinimiz, axloqimiz, milliy axloqimiz, diniy axloqimiz undaq asloligida yo'l qo'ymaydi. Shunda u fikr aniq deydi-chi. Deganlarning hammasi oq-qora aniq. Bizda agar ashunday ahvollar bo'lsa, biz hech qachon uni bir qabul qiladigan Uyg'ur ayollari unda emas. Uningda ularning maydoni fikri aniq ekanligini deyishdi deydi. Rahmat. Men ikki tarafda ham yoshlarning ham ayollarning ikki konferensda yurgashga men uni olmay qoldim. Rahmat Zubayra. Rahmat, pek yaxshi javoblarni beringlar va shundan ma'nilik suhbat bo'ldi mening uchunmi. Bizning vaqtimiz bilan o'tib qoldik, lekin eng oxirgi bir savol so'ray deb qo'yildim. Biz bir suhbatimizni bir nuqta qo'yish uchun ishkilinglar bu Uyg'urlarning davosi uchun jiq kuchlarni qo'shdinglar yillardan beri, o'zinglarni jiqishlarni u-yoqqa yugurib yurib vaqtinglarni sarf qildinglar va buningdan qo'shilib bu Uyg'ur ayollarining en başta davanın aldığı küçük çıkarıvatkanlar olsun ya öyde bizni qo'llayotganlar olsun hammasi jiq kuch chiqaryotdi, jiq kurashlarni qilyotdi deb qo'yildim va bular uchun
temizga qaytib barsak, ruhiy sağlamlıqның qanchalik muhimligini hammiz bilamiz va bu to'g'riliq jiq suhbatlarni qildik. Mushuna mushkul kunlarda kichik normal ayollarning normal hayot qila oladigan va o'zi kichik xo'shalliklarni qitib ruhini texmi sog'lom qilib qila oladigan buning uchun fikringlar bormi yo qanday qilsiz sizlar o'zinglar qanday buni sog'lom o'zinglarni sog'lom tutishga qila olasizlar deb bu to'g'riliq savol so'ramoqchidim. O'zinglar qanday o'zinglarning hikoyanglar yo o'zinglarning bishinglarni o'tgan ishlarimizga so'zlab o'tkazsanglar bo'ldi. Men başlay bunu çünkü hazır men texayada pasta yığında birisi bilen muş to'g'risi so'zlab chiqqandim bana şu ayol shunaqa bir savol so'ragan desam qandoq qilib mana seni biz o'tgan hafta ayada ko'rdik endi Washington ko'rdik birdan deb yakapsa atiyalik Jenvaga bordi ekansa qandoq qilib bunda sog'lom tura olaysa deganda men shunga javob berganman shu javobimni beray. 7 yil 2 ay 10 kun shunchalik vaqt bo'ldi mening hadamniki tutilib ketganiga. Hadamni tutib ketgan vaqtida Xitoy mening ovozimni bo'g'moqchi bo'ldi. Menga haqsizlik qildi. Albatta bu Xitoy hammadamga haqsizlik qilyapti. Ammo men har bir qatim haqsizlikqa uchragan vaqtimda butun kuchim bilan soldiraman. Men o'zimni sog'lom tutish uchun men shu haqsizlikka qarshi butun kuchim bilan tirishchilik ko'rsataman. Buni zodi 40 yilning oldida Şinjan Üniversitesi'de o'quvchi vaqtimda 85-yil 12 dekabrdagi namoyishga sabdoshlarim bilan birga ashunga boshlamchilik qilgan vaqtlarimda shu hissiyat bilan qilgan Amerikaga kelgandan keyin Amerikadagi 36 yillik hayotim shunday o'tdi. Hozirmi mana mening butun kuchim bilan vatan millatningki ovozi bo'lib har yerda shu xalqimizga irqiy qirg'inchilik bo'layotgan Xitoyninki bizni mustamlika qilib taqamasdan bugun yashash haqqimizni elayotgan shunday bir jangda biz bir mujodilaning ichida bir jangda. Bu jangda qancha ko'p tirishchilik ko'rsatsam, qancha ko'p sabdoshlarim bilan, do'stlarim bilan va ayollar bilan qancha ko'p hamkorlashib temalarga o'xshaydi. Men bu temani bak yaxshi ko'rib, garchi men yig'inda bo'lsam-mu, tushlik tomoq vaqtimda bo'lsa-mu buni qilay deyishimning sababi shu. Biz bir-birimiz bilan kuchlik. Yolg'iz otning chang'i chiqmas degan gap bor. Biz birga vaqirsak ovozimiz kuchli bo'ladi. Birlashgan vaqtimizda kuchimiz bo'ladi. Kichik vaqtimda dadamning menga aytib bergan bir Nasir Dapandimning hikoyasi bor. Bir boy balasiga 10 balasi var 10 balasiga birdan 10 tal tayoqni berib sundiringlar desa, hammasi sundirib ekan, tugaydi ekan. Endi 10 tayoqni berib, hammani birlashtirib turib, birdan sundirib beqinglar deb 10 tayoqni bersa, hech kim sundira olmaydi ekan. Mana mushu misol men ismini bilsam, men dadamdan, ailemdan o'rgangan misol, mening hayotimda men buni bir o'zimga mayak qilib keldim va mushuningda men kuch olaman. Qancha hamkorlashsak, qancha bir-birimizga yordam qilsak, bir-birimizni ko'tarsak, mayli ayollar, mayli davodagi mening sabdoshlarim, men shuningdan o'zim ruhiy sog'lom bo'laman, xotirjam yostiqqa beshimni qo'yib uxlayman. Men buni sabdoshlarimdan shuni kutaman. Agar mening sabdoshlarim buni boshqalarga qilmasa, boshqalardan uni kutanmaydiki, oxirida yolg'iz qoladi. Bu davo hammamiz uchun, hammamiz bir davo uchun bu yo'lda biz bir-birimizni qo'llab quvvatlashimiz lozim. Rahmat. Rahmatlik muhim gaplarni qildingiz, rahmat Ro'shanada. Zubayra xonim sizchi? Siz bu savolingiz bunday yaxshi savol bo'ldi menimcha. Xuloslagan gapimizni xulosalaydigan yerga keldingiz. Aferin Ayturk. Bu sog'lomlik masalasini biz boyimi so'zildik. Ro'shannikiga qo'shimcha mening demoqchi bo'lganim haqiqatan o'zimizni sog'lom tutishimiz bu bek muhimligini deb bo'ldik. Endi bu sog'lom tutishda har bir insonning o'zining tutgan yo'li o'xshash bo'lmaydi, o'zini qanday sog'lom tutishi. Bu bizga endi hozirgi sog'lomlik masalasi deganda keladigan narsa qirg'inchilik keldi. Chunki vatandagi vayronchiliklar keladi. Mesela Ro'shan bilan bizdaklarning u desa bizga bevosita keliglik. Mesela Ro'shanning hadisi o'zi deb o'tdi.
bekordan bekor begunoh yetyotidi. Mening inimmi begunoh yetyotidi, yetayotgan 24 yil bo'ldi. Muddatsiz kesilib ketgan mening inim. Yana mushundaq ahvollar uningdan sirt bizda nurg'un yo'qotish bo'ldi. Malla emas. Unda nurg'un yo'qotish oilalar kirmang. Son sanoqsiz. Men yana Xudoga shukr, talaylikkanman. Eng bo'lmaganda Xudoyim menga shunday bir fursatni berib, men datlarimni to'kib oldigan yerim bor, so'zlarimni o'rtoqlashadigan sepdoshlarim bor, Ro'shanga o'xshash, mushtaq oilasiga mushtaq kelganlarga o'xshash. Chunki biz bir yerga kelib, bir gap bilan so'zlasak, kimning nima deyotganligimizni bilamiz. Kimning ichida nima, garchi ko'rinishi degan gapi menda bo'lsa-mu, ichida qaysi o'tning ko'yayotganligini men ko'raman. Oson emas bu. Ammo mushundaq ahvolda turug'liq qanday o'zimizni sog'lom tuta olamiz? Qanday qilib o'zimizning ichidagi achchiqni, alamni davoga qo'shib olmaymiz va yoki munosabatlarga, insonlar bilan bo'lgan munosabatga, xizmat munosabatlariga aralashtirib, ashalarni qo'ch-qo'chon qilmaymiz. Bu ayirish pek muhim narsa bu. Mening derdim. U Ro'shanning derdi emas. Men o'zimning dardimni topamsam, men o'chimni Ayturkdan, Ro'shandan olmasligim kerak. Men dard vaqtimda, xafa bo'lgan vaqtimda. Chunki boshqalarning o'ziga yetib boshladi. Men doim shunday o'ylayman. Mening birinchi bo'lib ashunda xiyollar kelgan vaqtimda, o'zimni tushkun his qilgan vaqtimda, umidsiz his qilgan vaqtimda har qachon yaxshi ishni o'ylayman. Allohga cheksiz shukr, men bu qadar vayronlik qilingan bilan bir erkin dunyoda xohlasam gap qilma, xohlasam uni qilma, xohlasam moshini qila olmayman, xohlasam dardimni to'kma. Allohga cheksiz shukrlar. Men shunday bir musofir dunyoda yashayapman. Mening 10 odamning oqsusam 10 odamning keyindik bir hayotim bor. Mening eng suydigan ballalarim bor, mening oilam bor, atrofimda meni suygan, meni qadrlaydigan do'stlarim bor. Kimning eshigini taroqqini ochib kirsam, kel jonim deydigan mening bir qadrlik insonlarim bor. Buningga cheksiz shukr. Eng muhimi, har qanday vaqtda men o'zimning jay namozini sep beshimni yer qo'ysam, men ibodat qiladigan beshimizda Alloh bor. İnsanlar biz har qanday vaqt kelganda ajoyib o'zimizni qudratli his etamiz, ammo bizda qudratli bir kuch borki, bu yerda beshimizda Xudoyim bor. Har qanday nohaqsizlik bo'layotgan bo'lsa, har qanday barobarsizlik bo'layotgan bo'lsa, har qanday vayronchilik bo'layotgan bo'lsa, har narsani ko'rib turuvchi bir qudratli egimiz bor. Bu dunyoning tarozi shunday bir taroziki, sen bilan men tengshanmagan vaqtida tengshab qo'yadigan bizning qudratli bir kuch bor beshimizda. Mana ashularning hammasi meni to'xtatib qo'ydi. Calm down. Unchalik nima qilib ketma. Bu jahonning so'rig'i bor. Jahon 15 kun qorong'u bo'lsa, 15 kun yo'q. Keladi bir kuni. Bu jahonda zulm san bu qadar bo'lib ketgan bo'lsa, sen tetigan zulmni yan tetidiganlar Xudoyim, tetib qo'ydigan bizning kuchli bir narsa bor. Tanrimiz bor, Allohimiz bor deb. Shunday bir narsa bor. Menga demakki shu taraflarni aytgan vaqtda atrofimdagi janjigar do'stlarim, oilam, bo'libmi oilam, mening bolalarim menga bir kuch-quvvat berdi, madad berdi. Masalan, men ketib qolsam bolalarim bor ekan, mening kelgusim bor ekan degan bir yo'lanchigim bor. Uningdan har qanday bir ish yuz bersa, cho'qim uningda bir sabab bor degan narsani men kallamga kirgizib olgan. Demak, shunday bir ish yuz berdi. Mushu ishda bir xosiyat bor meningda. Agar mushunday bo'lmagan bo'lsa, balkim men bundaq qilmas edim. Shunda o'tganda biz 2 kunlik yig'inga Ro'shanga dedim men, Ro'shan, sen bir qitim o'tirib, hey, mening nimamga tek baqsin, men bu xalqning annomanisini ko'zga ko'rsatma degandan mushtashigan yurgim nima qildi, ko'nglim bek buzildi. Ko'nglim buzilgan haqiqatan, hozirmi buzildi o gapni desam. Demakchi, buni mushuning mashtaq bir ish yuz berdi. Bugungi Ro'shan, o'kungi Ro'shan emas. Buni men demasam hammanglar bilasizlar. Chunki Alloh işte hammamizga bir sabab, bir narsa bilan bir ishlarni qilishga bizga buyuryapti. Shuni bilsak, shu fursatni bilsak, shu ahvolni biz his qilsak, tuysak ichimizda. Mana shu his, tuyg'u, mala appreciation deydi-ku. Bu narsamizga shukr qilish deganni yaxshi ko'rmayman men shu gapni qilishni. Biroq amalim yo'q, ammo biz ba'zi bir narsalarga grateful, ashuni rahmat aytishimiz kerak deb qarayman. Shu bizga berilgan ashunday xilma-xil yo'llar bilan berilgan fursatlarni mahkam tutishimiz kerak. Shular orqali o'zimizni har qachon tanshab turish bek muhim. Har qachon o'zimizning nada turib, nada qilayotganligimiz bek muhim. Yana bir narsa mening prinsipim deydiganimiz, bizda bir naqshi bor.
yo'l bergin yo'l yurganlarga degan. Abdurahimning ashnaqsi chiqqan vaqtida men shunda xushib ketgandim. Yo'l bergin yo'l yurganlarga degan naqsha. Aşı naqsha har qandaq birisi yurman deyotgan bo'lsa, bizning da'voda bu hozir. Kim mushu men yuralayman, yurman, men mushuni qila olayman, bir peshidan chiqib birga chiqmansa, yo'l berishimiz kerak meningcha o vaqtida. Men azaldan shu prinsipim shuki, hozirmi shu, hech o'zgarmayman. Qilamga yeriq kelgan vaqtida biz bor. Qilalısın merhamet menisi mangsun, her kim bo'lsa mangsun. Chunki bu da'vo hammamizga yetadi. Shunchalik jiqki bu da'voda qildigan ish. Shunchalik jiqki u mavu avul emas, hammamizga yetadi bu da'vo. Har qachon ashta o'ylasak, bizga yo'llar shunchalik dag'dam. İçimizni keng qo'yib etib, dag'dam yo'lga shunda qarsangiz huzur yurdi-chu sizga. Men ashundan huzur olaman. Mesela birisi chiqib, bugun Ro'shan Halifaxga mangdim deb rasmini chiqarib qo'yibdi-ki, qo'shildim. O, chiqibdi bizning bir Uyg'ur ayoldan birisi Halifax Security Council'da berib bir yig'inlar so'zlaydi ekan. Ökün Rahima bir nimaga mukofot oldi Angliyada. Qo'shib ketdim. O, mashallah, yani bizning bir Uyg'ur xonim Angliyani titirtibdi deb. Nuriya o'tganda mau Irlandiyada bir ishni nima qilib qo'ydi. Onun şunda hoşu ketdim. Yani bir bizden hanım çıktı. Ne degen güzel. Maşallah dedim. Ramila çıktı Avustralya'da ötkende. Avustralya'nın birinci qitim media nimsiga mecburi emgak haqqida narsa akirdi. O Ramila bir zamanlarda Uyg'ur davası nemga xiyoliga kelmaydigan adam. Maşallah bu chiqibdi bugun Falastindan Uyg'urga o'zgaribdi dedim. Maşındaq. O'ylayli, har qachon bularning hammasi uftuq. Ular qilyapti ammo men uni mening uftuqimdek his qilma. Ökün nima qildik? Ro'shan, oy, Amerikaning demokratiyani ilgari surish fondininki mukofotiga erishdi. O, bizning Uyg'urni unutqamapti Amerika dedim. Ashta o'ylayli. Chunki har bir Uyg'urning menvatqani, har bir Uyg'urning qilayotgan ishi hammamizning to'kpisi, hammamizning natijasi u. Hammamizning natijasi. Shundaq bir narsani akildi. Shuningga Aştaq narsalarning hammasi shunda huzur yerda o'tirib, huzurlanib ketma. Shuning rahmat lazım. Yo'l menayotganlar harmısin hech qaysi. Yurayversin yo'lida. Yo'l mangamaydiganlar mangaligidek yoki qila oladigan o'zimizning ishini qilsak, har qachon esimizda tutayli, har narsaning oqsida bir xayri bor. Oldin beshimizda bizni Xudo boy yaratganchu. Biz bak jopattab ketmaganimiz yaxshi ba'zilarda hamma tangshaymiz, hammani tangshiguchi bor. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Qag'in Xudoyimga. Bu jahonda yiqilmaydigan zolim, o'rilmaydigan mustamlikchilik, diktatorlik, yo'qolmaydigan zulm yo'q. Yo'qoladi hamma narsa. İnşallah adolat hammamizga keladi. Huzurli yashaylik. Rahmat sizlarga. Amin, amin. Men bu gaplarga %100 qo'shilganligimni bildirishdan sert birla eg'iz gap qilishni xohlayman. Haqiqatan Zubayra nayt yaxshi xulosaladi. Mening ko'nglimdagi gaplarni dedi. To'g'ri. Men shu biz boshqalarning natijasi bilan huzur elishimiz, xo'shallanishimiz, bizga bir utuq kelganda bu mening emas, millatning tonilishi, millatningki sharifi deb bilishimiz lozim. Ham bu davoni hech kim shaxsiy mal mulki yoki shaxsiy bir odamning da'vosi deb qaramaslik lozim. Bu bir millatning muqaddas bir da'vosi. Bu millat 20 milyon bo'lsin, 30 milyon bo'lsin, shu butun millatga bu da'vo shu bizning butun millatimizga tava. Shuning uchun biz faqatlanmi bu millatning chokarlari, xizmatchilari, biz o'zimizga rahbar deb tamanno qo'ymasligimiz lozim. Har vaqt biz o'zimizni mushu millatning xizmatchisi deb bilgan vaqtimizda da'vo mening shaxsiy mol mulkim yoki shaxsiy ishim demay bir millatning xizmatini qilyapman degan vaqtimizda haqiqatan huzur olamiz. Rahmat, bek uzun bo'lib ketib qoldi. Ko'p rahmat Ayturkna, yaxshi savollarni so'radingiz. Mening birinchi qatim bu faoliyatga Uyg'urcha bu programga qatnashishim, men huzur oldim. Rahmat.
Rəhmət sizlərə. Mənim üçün sizlərə şu köp rəhmət deməkçi. Mənim üçün bək şərəflik bir, mənlik bir söhbət boldu. Mənim əsl imtahan həftəmdə şunda ciddilikdə ötən bu mənim qaydan küçük doldurup şunçilik kiləcəklə qançıq parlaqlığa qaydan işəngin işənç bəri mənim üçün. Və sizlərə oxşaşmışla mühim ağ göngül bütün hayatını muşuna mühim işlər üçün atğan Uyğur ayalları, tıxan qızlar bilan söz fürsəti bolğan üçün mən özüm bək şərəf yaz qatmə. Sizlərə köp rəhmət. Bək yaxşı mənlik sözlərini qıldıq. Və sizlərin muşunda ciddiçilikdə vaxtınlarını çıxarıb söhbət qilish fürsətimiz bolğan üçün mən xoşal. Ən axırda bir xülasalaş üçün başda söhbətin başlayan ciddi iş unutub qatdıq məntiq bir söz əpətəylə qoyuldum. Bizdən bu ruhi sağlamlıq təşəbbüs qrupumuz 2025-ci aydan başlap hazırlıqçı aktiv vardı. Biz Uyğurların muşuna müşkül günlərdə ruhi sağlamlığının qançıq mühimliyini əmiz bildiyimiz deyə oylayma və bunun üçün biz yardım berib muşunun oxşaş mənlik söhbətlərini hikayətimiz və kiləcəkdə yenə cıq qıb yürümüz. Şimdi bunun üçün muşunda bu təşkilatla bizlə muşunda söhbət qilish fürsəti bərginiş üçün mən bir rəhmət etərlə boyuldum. Sizlərə köp rəhmət, bək mənlik bir söhbət oldu və yaxşı suallarımı soraldı, seyir mənim bək yaxşı gəplərimi qıldı. Həmənlərə köp rəhmət və düşüşünlər xeyirlik olsun. Rəhmət. Aman bununla.